Assalomu alaykum hammalarga salom. Bugun sizlar bilan mashina obmenyasi qilamiz, ya'ni almashtiramiz mashina. Qanday bu? Bugun bizda mana bu Brabursni который bitta mashinaga almashtirmoqchiman. Mana PTS bunaqa. PTSda vладелецlar yoqmagani uchun vладелец kamroq, arzonroq bo'lsa ham bitta mashinaga almashtirmoqchiman. Buni men 130 million so'mga oldim. Men Telegram'dagi o'rqayman bitta odam bilan. U menga sepa orqada turadigan M4 mashina berish kerak. Xayr, meni Brabursim. Bu vладелецlar soni kamroq bo'lganda o'zimga olib qo'ygan bo'lardim. 130 million so'mga menimcha qimmat deb o'ylayman bu mashinani. Men o'zim o'rtamdan olganman. Короче, u keladigan odamni kutamiz va qaytamiz. Mana u odam ham keldi. Mana unaqa mashina. Здорово, брат. Или веришь? Короче, фраз qilasanmi yoki bo'lmasam menga ishonasanmi deb yozyapman. Но проверяю, как говорится. Смеется. Да. Смеется. Mana menga froz qilyapti. No. Короче, Braburс qo'yamiz. Va xayr Braburс. Xayr Braburс. Сейчас. Давай, брата. Короче, Braburs'ni mana shu M4 keyin ana bu mashinaga almashdim. Hozir bu mashinani ham testing qilib ko'ramiz. Nimagadir bug bo'lyapti mana shu kvartirada. Ne осталось? У вас минус 3 день осталось deyapti, 3 kun minus deyapti. Bu kvartirani men bilmasdan 1 kun minusligida olganman. Bu men bilmaganman lekin bir kun minusi borligini. Nima qilsam bo'ladi? Razrabochiklar nima qilyapti degan savol tug'iladi. Va bizni toychog'imiz mana kattasi menikidan yaxshiroq. Menikida 15 ta vладелецi bor edi. Короче, bugungi video shu narsalardan iborat edi. Hammangizga rahmat. Hayır.